Alo. Alo. Assalomu alaykum. Mohinur opajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, assalomu Salomatmisiz opajonim? Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Ha, rahmat. Xudoga shukr. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borayotgan yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, uzr, boya to'yda edim, gaplasholmadim-da. Yo'q, hech qisi yo'q. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, tanajoningizni sog' omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Ha, rahmat. Minnatdorman. Ushbu kunda sizga yaqin insonlaringiz tomonidan sizga yetkazishim kerak bo'lgan tabrik xatlari kelgan edi. Ushbu tabrik xatlarni, samimiy tilaklarni kimdan kutgan bo'lardingiz? Apamdan. Xudoga shukr, bitta apam bor. Yana kimdan kutgan bo'lardingiz? Taxmin qilib ko'ring-chi. Shu apamdan. Bor bo'ling, aziz boshingiz hamisha omonlikda bo'lsin. Sizni ko'p qiynamayman. Mana shunday samimiy tabriknomalarni mehribon, go'zal qaynopangiz Tursunoy opa yo'llaganlar. Ha, rahmat, sog' bo'lsin. Assalom boshiga. Siz ham sog' bo'ling. Mendan bilan qo'shatarsingizlarga ketsin loyim. Yaqinlar Makniyatga niyatlari yetsin, baraka topsin. Inshaalloh shunday bo'lsin. Siz ham yaqinlar ardog'ida yuring. Qimmatli vaqtingizni ular uchun ayamasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar taqdim etasam. Ha. Minnatdorman. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshifta ko'nglingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim opajon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Qadrli, mehribonim, go'zal kelinim. Mehri daryo yuzlari nurli shirin so'zligim. Sizni bugungi shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborak bo'l etaman. Sizga Allohdan uzoq va mazmunli umr, mustahkam sog'liq, xonadoningizga tinchlik va totuvlik, dasturxoningizga fayz va barakot berishini so'rayman. Barcha ezgu niyatlaringiz, yo'llagan duolaringiz mustahjo bo'lsin. Yaxshi insonlar va yaqinlar qurshovida hayot zavqini surib yuring. Har doim mana shunday xushchaqchaq, samimiy va go'zal bo'lib yuring. Ko'zlaringizni, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin. Allohim ne'mat qilib bergan hayotingiz quvonch va shodliklarga boy bo'lsin. Ukajonim, Alloh suygan bandalar qatorida ekan. Chunki sizdek mehribon, latofatli, mehnatkash, shirin so'z, oq ko'ngil rafiqa nasib etgan. Opa-singlim yo'q deb aslo o'kinmayman. Siz men uchun kelin emas, jondek aziz singil bo'lib ulgurgansiz. Sirdoshim, dardkashim, qalbimga yaqin insonimsiz. Kelinjon, har vaqt yordam qo'lini beminnat uzatganingiz, jon kuyarligingiz uchun tashakkur. Hozirni samimiylik va go'zallik aslo sizni tark etmasin. Har qachon va har yerda suyanishga, dardlashishga odam kerak bo'lsa, opangiz doim eshitishga tayyor. Buni aslo unutmang. Sizga yaqin opa sifatida chinakam baxt, saodat, quvonch va shodlik hamda sizni bir umr yo'ldosh bo'lishini tilakdoshiman. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Yuzingizni ufurib shabodalar silasin. Ko'zingizni quyoshning jilg'alari boylasin. Yuragingiz quvonchdan tongda xushro'y yayrasin. Kelin jonim, Alloh sizni har tong shunday siylasin. Go'zal hayot navosidan bul qalblar orom olsin. Bulbullar chertgan kuyga dillar oshifta bo'lsin. Ne bo'lsa ortga tashlang, g'amlar, anduhlar qolsin. Kelin jonim, Alloh sizni har tong shunday siylasin. Umr o'tib boryapti. Shiddatli karvon bo'lib, tashvish toshib ketyapti go'yoki ummon bo'lib. Kuling, shodlanib yashang doimo xandon bo'lib. Kelin jonim, Alloh sizni har tong shunday siylasin. Mana shunday samimiy tabriklarni, chiroyli dil izhorlarni siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'lsin, assalom boshiga. Sizdan bilan qo'sha qolsin. Inshaalloh shunday bo'lsa. 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin.
Ha, Allohimizga kattakon rahmat. Minnatdorman. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Salom, so'raysiz. Inshaalloh. Katta rahmat vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.